Assalomu alaykum. Ish jarayonimizdan sizlarga lavha obzorini qilib bermoqchiman. Rakamlarimiz ko'rlarni o'tib ketdi. O'zimiz qo'lbola qilib tayyorlagan joyimiz. Kafelarimizga ahamiyat berasizlar. Ishimiz jarayonida akfasini o'rnatib ketgan patologlarga ahamiyat berib qo'yinglaring. Chiroyli chiqqan. Mana bu yerda kapani rasmi bityapti. 3D formatda chiroyli holatda bitirishimiz kerak. Ish jarayoni hozircha to'xtab turibdi. Patologlar ko'rlaring. Chiroyli holatda shu tayyor qilib qo'yganmiz. Tegalarga ahamiyat beringlar. Ular ham chiroyli holatda ketyapti. Jimshiklar surtilgan X-Floyd tegalarimiz bitta, travertlarimiz ham X-ning jimshiklar bilan chiroyli holatda qora ranglarni berib ko'zga tashlanadigan holat qilib chiroyli holatda bitirganmiz. Ramkalarimiz hali to'liq ichilari bitgani yo'q, tillarang yurishtiradigan joylarimiz bor. Bitgandan keyin bir obzorini qilamiz. Xudo xohlasa kafelarga ahamiyat beringlar, patologlarga, tegalarimizga ahamiyat beringlar. Tumbalarimiz juda chiroyli holatda bitgan, faqatgina bo'yoq ishlari qolgan. Endi qurishini kutyapmiz. Qurisa bo'yog'ini tayyor qilamiz. Xonalarimiz to'liq holatda bitgan, aboyga ahamiyat beringlar. Aboy juda darajada chiroyli holatda, chiroyli aboy dizayn ekan. Polkalarimizga ahamiyat bersalaring, polkalarimiz ham juda chiroyli chiqqan. O'zimiz qo'l mehnatimiz. Mana shu svitimiz nimagadir lip qilaverar ekan, tushunmadik biz ham. Mana bu aboyimiz juda chiroyli, skromniy darajada. Bu spalniy xonamiz, hammomlari ham bor ichida. Mana bu yerimiz televizor zonamiz, taroq, samaklenka, patolog aboylarimizga ahamiyat beriladi degan umiddaman. Mana bu xonamiz bo'lsa, hammomimiz